Biz bugün öz intayin muhim, ama biz to'g'ri tushunmagachga, shariatdagi chek-chegarasini aniq bilmagachga, bizni nurg'un ziyonga uchratgan va dushmanimizni to'g'ri tunyanmasligimizga sabab bo'lgan muhim bir tushunchaga to'xtalamiz. Biz musulmon bo'la sifatimiz bilan Allohga ishonmaydigan, musulmon bo'lmagan butun kofirlarning hammani dushman deb e'tiqod qilamdik. Dünyadagi 2 milliard yaqin musulmon 5 milliarddan ortiq kofirlarning hammani dushman deb e'tiqod qilish kerakmi? Dinimizde insanlar çoğun cihetten musulmon ve kafir deb ikkiga bo'linadi. Ammo musulmonlar o'z ichidan bir qancha turga bo'linganga o'xshash, kofirlarmi o'z ichidan bir qancha turga bo'linadi. Payg'ambar alayhisalom Makka hayotida Makkaning mushriklarining kattvoshlari Abu Jahil, Abu Lahabga o'xshash kofirlar bilan mujodala qilish jarayonida yana bir kofirning himoyasida, yana bir kofirning qo'llashi ostida qildi. Ya'ni Abu Talibning qo'llashi ostida qildi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Abu Jahilga tutgan pozitsiyasini, Abu Lahabga tutgan pozitsiyasini Abu Talibga tutmadi. Har ikkilisi kafir. Gerçi ikkilisi kafir bo'lsa-mu, birisi islomga dushmanlik qilgan, islomga zaharni chechadigan kafir, yana birisi islomga yaxshilik qiladigan, islomga dushmanlik qilmaydigan kafir. Payg'ambar alayhisolamning muomalasimi buning qarata o'xshash bo'lmadi. Demak, bu nuqtadan biz kafirlarning o'xshash bo'lmaydiganligini, Abu Jahildek kafirlarning bo'lganligini, ularni dushman tutishimiz bizning iymonimiz, e'tiqodimizning burchi ekanligi, Abu Talibdek kafirlarni dushman tutishimizning bizning dinimiz va shariatimizga to'g'ri emasligini bildiradi. Boshqa oyat va hadislarning ruhiga asoslangan vaqtimizda shundoq kofirlar varki, agar kuchimiz yetsa, ularni yo'qotib o'tishimiz vojib bo'lgan. Ya'ni shundoq kofirlar varki, agar ularning joniga ziyon yetkazib qolsak, jannatga kirish emas, jannatning furqini purolmaydigan kofirlar bor. Undaqda buni qanday ayiramiz deganda, Alloh taolo Qur'on Karimda buni nihoyat uchiq shaklda bizga ayirib bergan. Alloh taolo sura Mumtahinaning 9-oyatida nihoyat uchiq qilib, Alloh sizlarni dininglar uchun sizlar bilan urush qilgan, sizlarni vataninglardan qo'g'lab chiqargan va shuning yordamlashganlarni do'st tutishinglarni cheklaydi. Kimiki ularni do'st tutadigan, ular zolimlardir deydi. Bu oyat bizning dushmanni to'g'ri tunishimizga shu darajada uchiq ko'rsatib berganki, bizning dushman tutishga tegishli bo'lgan kofirlar kimlar deganda, bizning dinimizga hujum qilgan, bizning vatanimizni qo'g'lab chiqargan va shuningga yordamlashgan kofirlar. Undaqda biz dushman tutmaydigan, ularga yaxshilik qilsak bo'ladigan, yaxshi muomalada bo'lsak bo'ladigan kofirlar qanday kofirlar deganda, buni Alloh taolo nihoyat uchiq shaklda bizga bayon qilib, Sura Mumtahinaning 8-oyatida mundaq deydi. Sizlar bilan urush qilmagan, sizlarni vataninglardan qo'g'lab chiqarmaganlarga kelsak, Alloh taolo sizlarni ularga yaxshilik qilishinglardan, ularga odil muomalalardan, ya'ni yaxshi muomalada bo'lishinglardan to'simaydi. Alloh taolo shubhisizki, odillarni do'st tutadi deydi. Demak, Qur'on Karim bizning dushmanimizni nihoyat uchiq bekitib bergan. Shuning uchun biz musulmonlarga hech qanday ziyon yetkazmagan kofirlar bilan dushmanlashish, ularni dushman tutib olish bizning dinimizga zid bir ish. Ko'pincha qarindoshlarimizning kallasiga mundaq bir savol kelishi mumkin. Bizga hech qanday zulm qilmagan, ammo boshqa musulmonlarga zulm qilganlarga qanday muomala qilamiz? Ularni dushman tutamdik? Bu savolning javobi nihoyat aniq. Biz musulmon bo'la sifatimiz bilan, inson bo'la sifatimiz bilan har qanday zulmga qarshi, har qanday zolimning qarshisida. Ammo shu zolimning qarshisida turish uchun oldin o'zimizning mavjudligi shart. O'zimizning mavjudligi bo'lmaydi ekan, boshqalarga yordam qilib bo'lmaydi. Atrofimizdagi uylarga o't ketgan. Oldin o'zimizning uydagi o'tni o'chiramiz, uningdan keyin qo'shnimiz shu bo'yicha kengayadi. Chunki dinimizda ishlar shu bo'yicha mangdi. Odam oldin o'zi musulmon bo'lishi kerak, uningdan keyin oilasini dinga da'vat qilish kerak, uningdan keyin tuqqanlari shu bo'yicha kengaymaydi. Xayr saxovat yordam shu bo'yicha bo'ladi. Masalan, oldin odam o'ziga pul xarjlaydi, uningdan keyin oilasiga, uningdan keyin tuqqanlarga, uningdan keyin qo'lim qo'shanlari shu bo'yicha kengaymaydi. Yordamni albatta shu bo'yicha mengish kerak. Bu bir aqliy va shar'iy o'lcham. Li ajlika ya Rabbi nas'a bila tawanin wa tahlu tariqul khatar نسير وننشر